Assalomu alaykum, Kavrak biznes kanalimiz doimiy kuzatuvchilari. Mana bugun 15-iyun sanasida tayyor bo'lgan, kardonda 3 kun turgan kavrakni kesishni ko'rsataman. Aziz obunachilar, buni bir 2 minut atrofida video qilamiz. Sababi faqat shu kavrakni o'zini kesishni ko'rsatamiz. Bugun tokcha kesishni ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, mana shu 5 litrlik baklashkani yoki 10 litrlik baklashkani qopqog'ini hamma biladi. O'sha razmerdagi kavrak ildizi mana aziz obunachilar. Hozir bu 20 kun dim yedi, undan keyin qozilib 3 kun kardonda turdi. Endi navbat buni kesishga. Bu sal yaxshi pishmaganligi uchun, sal bo'shroq bo'lgani uchun bu tokcha kesiladi, kolbasa kesilmaydi. Bismillah deb shunday ko'rsat kesishdi. Birinchi tokchada qandoq kesish kerak? Birinchi to'xtab turmang, yaqinroq ko'rsat. Aha. Ustidan bitta mana aziz obunachilar, mana ustidan bitta, negizga bormasdan mana bu negizi, o'sha negizga bormasdan ustidan bitta kesamiz yonidan. Endi boyagi kesilganda bitta qalinligini ko'rsataylik-da, o'sha anosini, po'chog'ini. Mana aziz obunachilar, bunaqa eniga ham ko'rsatadi, mana bunday, ana shunday. Menga ber. Buni endi mana aziz obunachilar, qalinligi mana qog'ozni qalinligidek qilib kesasizlar. Mana o'zi sekin shirasi chiqaveradi. Uni kesishda birinchi navbatda to'g'ri kesish kerak, ikkinchi navbatda ob-havoga qarash kerak, kun toza bo'lish kerak, bulut bo'lmaslik kerak, g'uborli kun bo'lmaslik kerak. Agar g'uborli, chang, to'zonli kun bo'lsa, chitir bo'lib qoladi. Chitir degani o'sha dona bo'ladi. To'g'rimi Anvar? Yana nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi kesimda o'zida. Birinchi kesishdan to 5-kesishgacha mayda kesish kerak, to'g'rimi? Misol uchun hozir mana shu birinchi kesish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi kesishda 3 kundan keyin, to'g'rimi? Yo 2 kundan keyin kessinmi? 2 kundan keyin kessam bo'ladi. Hozir mana kesding, endi yop. Endi kardonni yopasan, bo'ldi. Endi shu holatda necha kun turish kerak? 3 kun 2 kun. 3 kun 2 kun turadi. Keyin 3 kun turgandan keyin yana ochasiz kardonni. O'sha kesilganda, hozir kesmay tur. O'sha kesilgandan sal kattaroq qilib yana ham ikkinchi kesimni kesasiz. Tak, mana to'xta, mana bu ham yaxshi ekan. Mana har bitta ustada kim kessa o'zing ko'rsatasan hozir. Har bitta ustada cho'tka, mana bunaqa cho'tka bo'lish shart. Nimagaki cho'tkalab ko'rsat. Buni ustini mana shunaqa cho'tkalaysiz. Ildiz top-tozalab tanasini. Nimagaki chiqadigan mahsulot kesaksiz, tuproqsiz bo'lib chiqadi. Buni qanday kesasan hozir? Kalbasa. Mana bu kalbasa. Bu e'tibor bergan bo'lsalaring, boyagida bitta pastga tushdi-da, keyin yonidan oldi. Bu kalbasa bo'lgani uchun faqat yuzasidan tirnoqni, bosh mardog' tirnog'ini yarmiday qilib kesdi, to'g'rimi? Mana. Sekin shirani o'zi chiqaveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ikkinchi kesishni 3 kundan keyin yana ko'rsatamiz.